do'stlar, bu videoda sizlar bilan Bismillah serverda maza o'ynashga harakat qilamiz. Qani go. Qo'llashmay Ermer. Evet. Do'stlar, videolarni Ermer MC. Videolarni yangi yillarni tanishamiz. Bu yangilik Opcam. Millionlab olib yurmaslar endi bitta qilib maqsadlar bo'ladi. Masalan, bir stak olib o'zi o'shani bir dona qilib bo'ladi. Keyin o'sha bir stakni maqsad beradi. Sizlarga oz bo'shtan. Hop, homey do'stlar, yitrak olishim uchun yordam beringlar 300 obunachiga. 300 obunachida bo'lgandan keyin ha? Almati? Hayır. Pingotdi. Da. Mana almas bor ekanda, 27 ta'lim blok bor. Hop, Mana pingotdi. Da pingotdi. Da bilan pingotgan. Do'stlar, keyingi videoda Bismillah serverda PvP haqida video chiqadi. Oldim. Mana bu. Kecha oldimi? Versini. Nima qilasiz oldinda? Hozir. Sitega kirdim. Ha, chatga yozib. Mana yasadim. Siz Açıldı mı? Ha. Açıldı. Endi birinchi Hop. o'rtasini bostirib oling. Ikkinchisidan. Ana, takovani birinchisiga olib qo'ying. Da bo'ldi. Da bo'ldi do'stlar, yangi narsani hozir tushundiraman, qaranglar. Bo'ldi, bildim. Hop, yangi narsani tushundiraman, hozir qaranglar. Chatga bilan birini yozsalar, mana shunaqa joy ochiladi va mana bir stak nima derdi, XP ni bosib, o'rtadagi anolni bossalar, bitta XP bo'lar ekan. Olib buni bitta sepsalaring, sразу daraja qo'shib beradi. Mini stackga Bismillah serverga mana shunaqa qo'shilib qoldi. Keyingi videoda savolda, qaranglar. Men mini stackda video chiqarganda prosmotr yaxshi bo'ldi. Bismillahda box pip o'ynab video chiqarganda prosmotr uncha bo'lmadi. Nima, shunchalik Bismillah sizlarga yoqmaydimi yoki mini stack yoqami? Meni ham kommentarda yozinglar. Ermer, Mr. Bismillah ketdi. Mayli. Bu bazamizda 30 rigi bor. Hop. Albatta do'stlar, serverga kirsalaring. Yuzlik. Oh. Bitasini ko'radingmi? Qarang. O'zimizda XP olib turib, o'zimiz sep ko'ramiz. XP'ni sinov qilib. Natural bo'lar ekan, bilamizki, u XP'ni yo'q qilib turib, ana bir stakda bitta qilib sepadigan sep turadi. Ya qarang. Bu hozir bu qarang, gapni eshiting, qarang. Hozir bu bitta XP darajamiz loot pack bitta XP sepsiz 20 XP beradi. 25 XP beradi. Shunchun deysizmi? Bu har ikkitasida 30 level bo'ldim hozir. Sразу 30 level bo'ldim. Ana hozir yana deb buni bosamizda XP kirib yurib bo'ladi. Bitta XP bo'lib qoladi. Mana 60 ta. Bitta chiptalar 33 level. Demak, har bittasida 3 ta. Demak, bu hozir biza normalda. Keyingi videoda PvP haqida video chiqaramiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Albatta, serverga kirsalaring bo'laveradi. Server API'si ekranlayni yoki API'sini yoki kommentariyada qaysi birida bo'lsa ham qarasalaring bo'ladi. Hop, kirsalaringizga Kirkadan yordam kerak desam, Kirka berib turaman, balabattar. Qarashdi do'stlar, qaranglar. Mayli, Kirka so'rasalaringiz so'rayveringlar. Mayli, Kirka beraman. Ikkita bor, mana Kirkani berishi mumkin. Lekin set so'ramanglar do'stlar. Set uncha emas, ko'p emas. Va Kirka ham kam, lekin bor 3 ta Kirkam.
Bittasini ermer yasavergan. Bittasini ermer yasavergan. Avvalgi anoda. Birinchi white bo'lganda ermer yasagan. Bittasini. Ikkinchisini o'zim yasagan. Hozir birinchisini bilaman. Mana buni menga ermer bergan. Mana shuni ermer bergan. Bunisini yo'q. Bunisini ermer bergan. Bunisini men yasagan o'zim. Topyor qilib. Hop, do'stlar, mana shunaqa yangilik bizda. Obunachilar ayting. Obunachilarga ayting. Qarang. Tabiatdagi plyus qoldirganlarda o'sha plyus qoldirganlarga baribir aylantiraman. Kimga tushsa o'shanga talqirovim beraman. Bitta yozib ketinglar. Da. Niklaring yozib ketinglar. Ismay niklaring. Ismangni nima qo'ygansizlar o'shalarni yozib ketinglar. Hop, menimcha do'stlar xayrlashishga vaqt keldi. Chunki biz yangilikni aytdik, bo'ldi. Hop, hammaga xayr do'stlar, sizlar bilan men Mehrashog'da. Unda ermer xayrlashib oling. Bo'pti, xayr do'stlar.